Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan takrorlanmas robotlar jamoasi YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videoda sizlarga Zomno saytidan VPS serverlarini sotib olish va uni ishlatish bo'yicha maslahatlar beramiz va jonli ravishda sotib olib, ishlatib, ko'rsatib beramiz. Eslatib o'taman, bu video ayni kompyuterda ishlash uchun, ya'ni sizda shaxsiy kompyuter bo'lsa, bemalol notebook bo'lsa, bemalol serverni sotib olib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Agarda sizda smartfon bo'ladigan bo'lsa, iPhone va Androidmi farqi yo'q. Bu uchun alohida videomiz bor. Mana YouTube kanalimizga kiradigan bo'lsangiz, mana shu videoga e'tibor bering. Telefonga robot o'rnatish deb yozib qo'yilgan. Mana shu video orqali, ya'ni o'rganib olishingiz mumkin. Demak, serverni telefon orqali kirib, sotib olib, telefon orqali bemalol boshqarishni, robotlarni o'rnatishgacha hamma narsasi tushuntirilgan 21 daqiqalik videoda bemalol o'rganib olishingiz mumkin va bu mutlaqo bepul. YouTube kanalimizda shunaqa bepul ma'lumotlar, darsliklar doimiy ravishda berib boriladi. Demak, biz boshladik. Demak, birinchi bo'lib zomno.com saytiga kirib olamiz. Bu sayt linki albatta video ostida ham bo'ladi. Shunchaki zomno.com deb kirsangiz ham bo'ladi. Endi bu yerda turli xizmatlar bor, ya'ni server xizmatlari, bu dasturchilar uchun ham, forex traderlar uchun ham albatta bor. Bu yerda mana Forex Cloud VPS deb yozib qo'yilgan. Mana shu bizga kerakli narsa. 648 yevrodan boshlanadi narxi. Hozir shuni planlari, ya'ni narxlarini batafsil tushuntirib o'taman. Avvalo, saytdan ro'yxatdan o'tish bo'yicha bir ko'rib chiqamiz. Men akkauntimga kiraveraman, chunki avval ro'yxatdan o'tganman. Endi sizlarga ro'yxatdan o'tish bo'yicha kichik maslahat berib o'taman. Google akkaunt orqali kirish eng ishonchli va xavfsiz yo'li bo'ladi. Parol esdan chiqib qolish ehtimollari kam bo'ladi. Bemalol Google orqali kirsangiz bo'ladi yoki emailingiz boshqa misol bo'ladigan bo'lsa, ro'yxatdan o'tishda bosib turib, shu yerda ism familiyani to'liq yozish kerak, to'g'ri yozish kerak, chunki agarda siz Visa kartadan to'lov qilmoqchi bo'lsangiz, ism familiya tekshirilishi mumkin. Endi men shunchaki akkauntimga kiraveraman. Demak, waitingni bosamiz. Demak, bizda mana shunday oyna ochiladi. Birinchi bo'lib asosiy dashbord. Bu yerda sotib olingan serverlar ro'yxatlari ham chiqadi. Mana bu yerda o'zim ishlatadigan doimiy server turibdi. Endi bu yerda mana bu yerda balansim o'zi bor ekan. Shu holatda men depozit qilmay qo'yaveraman, lekin depozit qilishni tushuntirib o'taman. Demak, bizga Visa, Mastercard orqali depozit qilish mumkin bu saytga yoki kriptovalyuta orqali. Endi albatta Visa orqali ko'pchilikga qulay. Shuning uchun hozir Visa karta O'zbekistonda uncha muammo bo'lmay qolgan. Bemalol virtual ham olish mumkin. Eng kamida 1 yevro depozit qilish mumkin. Maslahat sizlarga sotib olishdan o'rniga depozit qilish ishonchliroq bo'ladi. Chunki depozit qilib turib, undan keyin sotib olsangiz, shunda yaxshiroq bo'ladi. Demak, depozit tugmasini bosamiz. Bu yerda demak 14.000 so'm, ya'ni 1 yevro shunaqa hisoblanyapti ekan. Demak, ism familiya, karta raqami kiritasiz. Muddati va kartani orqasidagi raqami. Ba'zi plastik kartalarda orqasida raqam bo'lmaydi. Visa yoki Mastercard bo'lgan taqdirda ham. Agrobankda ayniqsa shunaqa. Sizda Agrobank kartasi bo'lsa, demak, Agrobank ilovasi orqali shunaqa ma'lumotni olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 3 talik muhim kod bo'ladi. Ism familiya, yuqorida aytganimdek, ism familiyani to'g'ri kiritishingiz kerak. Akkaunt ism familiyasi bilan bir xil bo'lishi maksimal yaxshi. Endi Google Pay orqali ham to'lash mumkin. Bu yana ham yaxshi, udobniy, ya'ni imkoniyat beradi, qulaylik beradi agarda siz Google Pay ishlatadigan bo'lsangiz. Asosiy shu. Men depozit qilmay qo'yaveraman. Shundoq ham o'zi depozitda pul bor va sizlarga endi server sotib olishni jarayonini ko'rsataman. Bu yerda ошибка beryapti, ya'ni to'lov o'tmadi deyapti. Endi bu yerda uslugani bosamiz. Cloud uslugi и Forex. Bu yerda men ishlatayotgan server bor. Bu Linux server. Endi zakazatni bosamiz shu joydan.
E'tibor bering, hech qaysi sayt sizga bunaqa imkoniyat bermaydi. Serverlarni kunlik sotib olish ham mumkin. Shu tomoni qulay. Agarda kunlik sotib oladigan bo'lsak, anchalar arzon tushadi. Arzon agarda kunlik sotib oladigan bo'lsak, demak, 1 hafta ishlatishingiz mumkin yoki 2 hafta yoki misol birdaniga 6 yevrolik, ya'ni salkam 7-8 dollarlik server sotib olib tushunmasligingiz mumkin. Ya'ni oramizda shunaqa insonlar ham bor. O'shaning uchun sizlarga kunlik sotib olishni maslahat beraman. Demak, bu yerda 3 xil kategoriya chiqadi. Birinchi bo'lib, demak, bizda eng keraklisi forex serverlar bo'ladi. Ya'ni VPS Forex bo'ladi. VPS qisqartma so'z bo'ladi. Bu kengaytmasi Virtual Private Server, ya'ni shaxsiy virtual server desa ham bo'ladi. Endi o'zbekcha serverni tushuntirib bera olmadim. Bu yerda server joylashgan mamlakat Germaniyani tanlagan ma'qulroq. Ko'pincha Niderlandiya va Polsha ham bor. Bemalol tanlab o'shani sotib olasiz. Eslatib o'taman, Osiyo yoki o'sha Xitoy tomonidan server sotib olmanglar, chunki asosiy brokerlar serveri, ya'ni brokerning o'zining serveri Yevropada joylashgan. Ko'p serverlar, ko'p brokerlar. Shuning uchun agarda Yevropada joylashgan server sotib olsak, bir-biriga masofasi yaqin bo'ladi. O'zi internet koinot orqali emas, ya'ni ko'pchilik shunaqa tushunadi. Internet sun'iy yo'ldoshlar orqali uzatiladi deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas. Suv ostida yoki yer ostida o'sha kabellar orqali uzatiladi. Agarda O'zbekistonda ham serverlar sotiladi. O'zbekistondan sotib olsangiz, O'zbekiston serverini demak, Yevropadagacha bo'lgan masofa bor va u yerga signallar yetib borishi sekin bo'ladi. Xuddi haligi PUBG o'ynaydiganlar bo'lsa oramizda, ya'ni Osiyo mintaqasiga kirib, serveriga kirib o'ynasangiz, anchalik tez o'ynaladi. Lekin Amerika mintaqasiga kirib olsangiz, umuman sekin ishlaydi. Xuddi shunaqa narsa. Shuning uchun Zomno saytini tavsiya qilaman doim. Endi bu yerda kunlik sotib olish mumkin, yuqorida aytganimdek, yoki oylik, 3 oylik va hokazo. Demak, kunlik narxi 0.22 yevro ekan. Bu juda ham qulaylik beradi. 1 dollar, 1 yevro depozit qilib turib, kunlik sotib olasiz, 1-2 kun ishlatasiz. Agarda yoqmasa, bir holat bo'ladigan bo'lsa, o'chirib yuborishingiz mumkin. Shunaqa. Demak, biz kunlik tanladik va Cloud Forex 1 turibdi bu yerda. Demak, protsessori 1 dona xolos, lekin e'tibor bering, operatsiyaga 2.5 gigabayt, 2.5 gigabayt, disk 4 gigabayt. Bu bemalol yetadi ikkita terminal ishlatish uchun. Operatsion sistema esa Windows, albatta Windows bo'lishi shart. Arzon server qidirib, ba'zi hollarda Linux serverni sotib olishingiz mumkin. Natijada MetaTrader'ni ishlata olmasligingiz mumkin. Shuning uchun o'zi Windows serverlar oddiy serverlarga nisbatan qimmatroq bo'ladi, chunki ichida Windowsning o'zini litsenziyasi bo'ladi. Bu yerda yozib qo'yilgan, buni tarjima qilib o'tirmasdan sizlarga oson qilib tushuntirib beraman. Bu yerda Windows, Microsoft Windows, ya'ni litsenziyali bo'lishi kerak aslida serverlarda ham, lekin bular 180 kunlik bepul beradi. O'zi Microsoft Windows demak 180 kun bepul bo'ladi. Bepul holatidan keyin litsenziya so'raydi, lekin o'shanda ham ishlayveradi. Faqat ekranga rasm qo'yish mumkin emas, yana qanaqadir cheklovlar bo'ladi, lekin umuman MetaTrader ishlashiga xalaqit qilmaydi. Shuning uchun bunga e'tibor berish ham unchalik shart emas. Bemalol sotib olib ishlatsangiz bo'ladi. Keyingisi parol. E'tibor bering, batafsil tushuntiryapman hamma narsani. Agarda siz bu narsalarni tushunsangiz, bemalol o'tkazib ko'rsangiz bo'ladi videoni. Endi parolni kiritamiz. Parolda katta harf, so'z va raqam, albatta keyin belgi bo'lishi kerak. Boshdan yozamiz. Yo'q, nuqtani qabul qilmadi. Bo'ldi, shunda qabul qildi. Demak, keyingisi poddeshkasi bu 7-chi, bu bizga umuman kerak emas. 8-chi ham o'zi bepulda turgani yaxshi.
10 soatda ответ qaytaradigan. Bu saytda juda ham ko'p odam foydalanadi, ya'ni server sotib olishadi. Shuning uchun poddeshkaga murojaat qilsangiz, 10 soat u yoq bu yoqda javob qaytaradi ekan. Premium tanlanadigan bo'lsa, yana qo'shimcha 0,13 yevro oladi ekan. Bu bizga kerak emas. 30 daqiqa. O'zi poddeshkaga yozishni ham keragi yo'q. O'zi shundoq ham yaxshi ishlab beradi. Endi ba'zida holat bo'lib qolsa, yozishingiz mumkin bo'lib qoladi. Unaqa holat deyarli menga uchramadi hali. Demak, TR Robot deb qo'yaveraman kanalimizni qisqartma nomini. Bu demak serverning nomi. Sazdan serverni bosganimizda bu yerda promo kod so'raydi. Saytlarda har xil joylarda promo kodlar bo'ladi. O'shani qo'ysangiz, menimcha chegirma bo'ladi, lekin kunlikda adashmasam chegirmasi yo'q. Upload'ni bosamiz. 0,22 yevro balansimizdan yechiladi va har kuni soat shunaqa 9:32 da pul yechib qolaveradi. Emailga xabar yetkazilib turadi, ya'ni pul yechilyapti deb. E'tibor bering, Cloud Forex 1 ochilyapti. Progressda turibdi, ya'ni bu yerda demak pingvinning rasmi turibdi. Bu Linuxda holati. Avval Linuxdan keyin demak Windowsga o'tadi. Endi building, ya'ni qurilmoqda deyapti. Ozgina kutamiz. Shu bilan server ishlatishga tayyor bo'ladi. Endi shu joyda instruksiya degan tugmasi bor. Shu joyda ma'lumotlar chiqadi. Shu ma'lumotlarni demak kopirovat qilib olishimiz kerak IP va turda. Ya'ni bu bizda IP adres bo'ladi, ya'ni VP serverda. Keyingisi parol, keyin pользователь, ya'ni foydalanuvchi, ya'ni user, administrator bo'ladi. Forex serverlarning hammasi shunaqa administrator bo'lib chiqadi. Demak, ma'lumotlar olganimizdan keyin Windows tugmasini bosib, ya'ni o'zimiz kompyuter orqali kirib olishimiz kerak o'sha demak serverga. Bu yerda qidiruv joyiga shunday deb yozamiz, remote. Mana shunday ilova chiqadi. Agarda sizlarda ruscha bo'lsa ham shunday qidirsanglar chiqaveradi, chunki inglizcha standart hisoblanadi. Ctrl V ni bosib, demak biz IP adresimizni tushirib olamiz. Connect tugmasini bosamiz. E'tibor beringlar, mana bu yerda men ismim chiqyapti, lekin boshqa akkaunt orqali kiramiz deb bosganimda bu yerda administrator yozuvi paydo bo'ladi. Yozish mumkin bo'ladi aniqroq. Demak, xavfsizlik uchun bu joyni ko'rsatmadim. Demak, administrator deb yozib, parol va loginni kiritib oldim. OK tugmasini bosganimizdan keyin mana shunaqa yozuv paydo bo'ladi. Bu yozuv uje kirish imkoniyatini beradi bizga. Demak, bizning Windows kompyuterimizda yana bitta ikkinchi Windows ochilyapti. Bu masofadan bog'lanishga o'xshaydi. Masofadan o'sha serverga biz bog'lanyapmiz. Demak, biz serverni to'liq sotib oldik va hozir ishlatishga tayyor. Ozgina birinchi kirganimizda ozgina yuklamasi bo'ladi, ya'ni u bu narsalarni o'zi sozlab oladi. Ungacha ozgina kutib turamiz. Bu 1 daqiqadan oshmaydi. E'tibor bering, network so'rayapti, ya'ni internet yes tugmasini bosamiz. Endi biz MetaTrader va boshqa dasturlarni yuklab olish uchun Microsoft ofitsialniy o'sha brauzeri bor. Shu brauzerga kirib, bemalol MetaTrader va boshqa dasturlarni yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Lekin asosan faqat ikkita MetaTrader ishlating. Boshqa misol Telegram ham o'qiydi aslida. Agarda siz robotlar o'rnatishga, obutishga, ya'ni qiynalsangiz, Telegram akkauntingizga kirsangiz ham bo'ladi. O'shandan bemalol yuklab olib ishlasangiz bo'ladi, yoki Telegram kanalimiz orqali ham bu ishni amalga oshirsangiz bo'ladi. Lekin bu serverga yuklama bo'ladi. Shu tomoni bor. Endi MetaTrader deb qidiradigan bo'lsak, MetaTrader 5. Hozir bir e'tiborli joyini ko'rsataman. Bu yerda nemischa so'zlar chiqyapti, chunki
Germaniyadan sotib olgandik. Demak, server to'g'ridan-to'g'ri Germaniya orqali internetga kiryapti. Shuning uchun agarda hozir YouTube ko'radigan bo'lsak ham, reklamalar chiqadi. O'zbekistonda reklama chiqmaydi bilsanglar, lekin bu yerda chiqadi YouTube'da. Chunki haqiqatda hozir Germaniyadan turib, kompyuterimiz ishlab turibdi o'sha joyda. Biz masofadan turib, aniqrog'i O'zbekistondan turib Germaniyadagi kompyuterda ishlatyapmiz. Shuning uchun biz go'yoki Germaniyadan internetga kiryapmiz. Mana yuklab olishni ham ko'rsatyapman. Juda ham tez interneti. Endi bu yuklab olingan faylni ustiga bossak, keyin MetaTrader o'rnatiladi. Keling, oxirigacha shuni ko'rsatamiz. Next. E'tibor bering. Juda ham tez yuklanadi. O'zingiz kompyuteringizga o'rnatib ko'rgan bo'lsangiz, bu MetaTrader serverda anchalik tez ishlaydi. Robotlar ham anchalik tez ishlaydi. Buni hozir sababini o'shanaqadan tushuntiraman. MetaTrader'ni o'zidan. Demak, mana MetaTrader ochilyapti. Go'yoki sekin ishlayotgandek tuyuladi, lekin aslida juda ham yaxshi ishlaydi. Buni asosiy sababi o'sha server bo'lganligi uchun anchalik tez ishlaydi. Hozir demo shot ochib ko'ramiz. Xohlagan narsani yozib yuborish mumkin bu yerga. E'tibor bering, telefon raqamini ham Germaniya raqamini so'rayapti. Demak, MetaTrader ishladi. Demak, bemalol savdo robotlarini o'rnatib, test qilib ishlatib, demak, bemalol foydalanishingiz mumkin. Agarda sizda telefon bo'ladigan bo'lsa, alohida videoning linkini mana shu video ostiga ham qo'yib qo'yaman. U yerda faqat telefon orqali sotib olish, o'rnatish, boshqarish to'liq qilib tushuntirilgan. Hammaga katta rahmat.